Mana yaqin kunlarda yangi yil. Hamma butun dunyo nishonlida shuni. Butun dunyo. Musulmonlar ham, boshqasi ham, arab davlatlarida toza tantana qilib ular ham nishonlar ekan. Ko'ryapmiz-ku. Bugun dunyoning nari chekkasini bemalol ko'rib o'tiraverasiz. Shu narsa endi bizni xalqda ham yo'q emas, bor. Bu sir emas. Bitta yangilingiz muborak bo'lsin desa, kofir bo'ladi. Saniki ham muborak desa, bu ham kofir bo'ladi. Doim yangilik arafasida mana shu gap chiqadi. Baraka top. Kofir deyish, kofirsan degan so'zni kofirga ham aytib bo'lmaydi. Muayyan qilib kofirga ham mana shu kofir deb bo'lmaydi. Qarang. Musulmonning da'vo qiladi. Musulmonlarda hammasini kofirga chiqarib baraka topasanmi? Baraka topasanmi? Nega desa, kofirlarning bayramini tabriklayapti. Ularning bayramini kim tabrikladi? Pasxa degan narsa bayrami bormi? Bor yana. Bormi? Kim, qaysi musulmonga Pasxang muborak deyapti? Bormi shunaqa gap? Deganni eshitgansizmi? Yo Rojdestvo? Haligi millatlarda bor. Qaysi musulmonga Rojdestvo muborak deyapti? Deyaptimi? Yangi yil bizni dunyoviy muomalalarimizda iste'moldagi bo'lgan taqvim bo'yicha yangi yil bo'lyapti. Bunga hamma dunyoviy ishlarni shu taqvim bilan olib boradi. Musulmoni ham, g'ayridini ham hammasi. Shu yangi bo'lyapti ekan, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin degan nima degan? Shu yil barakali kelsin degan. Alloh barakasini bersin degan. Shu boshqa niyatda aytmaydi musulmon. Ya boshqa niyatda aytadimi? Aytmaydi. O'sha sen kofirsan, shuni tilga olding degan odamga siz ayting. Siz ayting. Xo'p, birodar, nechinchi yil, qaysi oyda tug'ilgansiz? Deychi. Men hijriyning palon oyi, palon kunida tug'ilganman deydimi? Deydimi bittasi? Demaydi, palon yili deydi, shu bizning yil bilan. Palon yili, palon oktyabrda tug'ilganman deydi. So'rang shuni. Nega o'zi ishlatyapti? Og'ir gunoh bu, kofirga chiqarish. Musulmonlarning safini ko'paytiring. Uni safini kamaytirmang uni. Ya, tayyor musulmonlik kofirlarga bermang mana sen qavmingdan deb. Buni to'g'ri mulohaza qilish kerak. Hech kim ularning bayramini tabriklamaydi. Uning o'rniga boshqa masala bor. Boshqa masala yaxshi. Yangi yilni barakali kelsin. Tinchlik yili bo'lsin, omonlik yili bo'lsin, rushdi hidoyat yili bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhissalom yangi oyni ko'rganda shunday duo qilardilar. Hidoyat yili bo'lsin. Islomga rivoj bersin. Musulmonlarga quvvat bersin. Shunaqa kelsin yilimiz. Endi shuncha yaxshi istaklaring bor. Ana shu yilni qanday kutib olasan? Mana buni bosh tortish kerak, mana bu masala. Endi yaxshi istakka araqxo'rlikni qo'shib tilak bildirsa, mana bu gunoh. Mana bu masalani o'ylasin. Uni o'tkazish masalasini o'ylasin. Ichkilik voziyat bo'lmaydi. Musulmonlarni boshqacha kutib oladi. Ko'zida yosh bilan kutib oladi. Xursand bo'lib o'yin kulgi qilmaydi. 1 yil umrim o'tibdi deydi. Uni ibrat ma'nosida qabul qiladi. 1 yil umrim o'tibdi. Nima qila oldim? 1 yosh yana oxiratga yaqinlashdi. Nima qila oldim? deb o'zini sarhisob qiladi. Bu kunlardan ana shunday ibrat olib o'tkazadi.
ba'zi bir narsalarni paqillatib odamlarning tinchini buzmaydi. Odamlarga ozor bermaydi. Odamlarga zarar yetkazmaydi. Yoki mayli paqillatsang paqillat deb bolalarga pul bermaydi mana deb. Mana bu yo'g'ini o'ylasin.